switchni yoqamiz. Knopkasi bor. Inverter ekrani yonida va mana yashil chiroq yonib o'chib turadi. Xo'p, mana inverter to'liq ishchi holatda akkumulyatorni o'qidi va uyga ketyapti. Biz ko'rishimiz mumkin, mana o'rtani bosish orqali sosteniyani off-grid tizim, sababi tarmoqqa ulanmagan, UPS rejimda turibdi, o'zi bilan o'zi ishlayapti va harorat 31 gradus. Bu tomonda biz backup switch yoqib qo'yganmiz. Nastroykada biz oldingi videolarda ko'rsatdim. Backup switchni yoqib qo'ysangiz, demak tarmoq bo'lmasa ham akkumulyatordan zaryad uyga beraveradi. Bu yerda mana akkumulyatorning holati 28% zaryad, 52.3 voltda standby rejim. Bu gibrid tizim uchun moslangan formatda turadi. Bo'ldi, qolgan narsalarga tegib o'tirish kerak emas. Mana bunda o'tib biz BMS sosteniyasini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. O'tadigan bo'lsak, mana zaryad, razryad formatdagi va mana bu yerda akkumulyatorning parametrlari aks etadi. O'zi sababi auxilni o'qigani uchun nastroykada muammo bo'lmaydi. Xatoliklarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda smart счетчик yo'q, tarmoqqa ulanmaganligi haqida gapiryapti. Tarmoqqa ulanmagan, biz toka transformator qo'yganmiz. Nastroyka sohasiga o'tib, mana bu yerda battery portga o'tadigan bo'lsak, burada battery type paylonda turaveradi. Paylon o'zi tushadi va bu yerda amperajlarini bir qator ko'rib olasiz. O'zi avtomatik o'qiydi, chart emas, faqat battery activationni qo'shib qo'yasiz. Battery activation inverter bilan akkumulyatorning zaryad razryadini ta'minlab beradi. Endi buni kommunikatsiya qildirish uchun sizda ishlashda muammo bo'ladigan bo'lsa, u holatda siz nima qilasiz? Wi-Fi kerak sizga. Inverter Wi-Fi olasiz. Wi-Fi buni ulagandan keyin Wi-Fi ga buni ham ulaysiz. Datasheet ulaysiz. Data loggerni mana shundan keyin telefon orqali buni boshqarishingiz mumkin. U haqida keyingi videoda gaplashamiz.